Ona suti sariqlikka davo ekanligini bilasizmi? Chaqaloqlarda sariqlikning kelib chiqish sababi jigari to'liq rivojlanmaganligi. Odatda jigar shakllanib, bu sariqlik 14 kunda yo'qolishi kerak. Lekin ba'zi holatlarda bu sariqlik 2 hafta davomida o'tib ketmasdan patologik holatlarga olib keladi. Shu sabablardan biri ona sutini yetishmovchiligi. Chaqaloq dunyoga kelganda imkon qadar tezroq ko'krakka tutish kerak. Sababi chaqaloqni ilk axlati mekoniy bilirubinga to'la bo'ladi. U qanchalik organizmdan tez chiqib ketsa, chaqaloqdagi sariqlik shunchalik kam kuzatiladi. Buning uchun tez-tez emizish tavsiya etiladi. Sizning farzandingizdagi sariqlik miqdori jadvaldagi 3-boladagi ko'rsatkichlardan yuqori bo'lgan bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling va fototerapiya muolajasidan foydalaning.